13 talik kulushna bor. Takka shunaqasiga podarka beriladi. Va undan tashqari aziz obunachilar uchun shurpayortlar 500 tushni arkasi temirdan 500 tushni shurpayortlar beriladi. Va undan tashqari elektropilalar, eng sifati zo'r ishlangan elektropilalar va undan tashqari benzopillar 58 porshunga ega. Katta ishlangan, ko'rib turganlaringizdek 36 talik katta set qo'yilgan 58 porshun. Sasoglari bor. Bemalol chaqirib ishlatish uchun bular benzopillar beriladi. Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun va nihoyat xalqimizga, aziz obunachilarimizga yangi nimalarimiz, motokultivatorlarimiz va yana sizlar uchun, aziz obunachilarimiz uchun bonuslarimizni tanishtirib o'tamiz. Bonuslarimiz 20 mingta bo'lganimiz munosabati bilan 20 mingta bo'ldik aziz obunachilar uchun va yana bitta sizlar uchun 20 ta sovg'a. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin sovg'alarimiz uchun hammasi ideal sovg'a. Qolganlari kam emas, hammasi bir-biridan zo'r, yaxshi sovg'alar. Xafa qilmasligi uchun shu videoni oxirigacha ko'ring va sizlar uchun bu videoda manfaatli bo'lgan motokultivatorlarni optim narxlarda va yana sovg'alarimizni tushuntirib o'tamiz. Bu sovg'alarimizni qanday olishingiz kerak, shuni oxirigacha ko'rasiz. Nima uchun deysizmi? Akalar, motokultivator men xarid qila olmayman, pul ola olmayman deyish shart emas. Akalar, kanalimizga obuna bo'ling, like deb bosing. Akalar, 10 kun ichida like deb bosib, kommentariyani portlatib qo'yasiz. Sizlarga keyin sovg'alarni tushuntirib o'tamiz. Hozir bo'lmasa motokultivatorlarimiz oxirida sizlarga nimalar beramiz va qanday olish tartibini tushuntiramiz. Oxirigacha ko'ring videoni. Akalar, original bo'lgan 15 ot kuchlik yetib keldi motokultivatorimiz, bilasizlar. Bu motokultivatorimiz ko'pchilik tomonidan ko'p nimalarga o'xshab, savdogarlar bor-ku, savdogarlar. Akalar, savdogarlar hammasi dod deyishyapti. 15 ot kuchli motokultivator tekin qo'yib qo'ydik deydi. Biz tekin qo'yishga biz uchun, sizlar uchun, aziz obunachilar uchun ham a'zo bo'lasiz. Bir motokultivator olasiz. Motokultivatorda 6 million so'm olasiz. Tasavvur qiling, 6 million olasiz. Plug ochar bittasini qo'shib olasiz. Bitta bonusmi? A'zo bo'lib qo'ysangiz, yana o'yindan yutib olsangiz, sizga qo'shib dastavka qilib jo'natib o'ramiz. Viloyatingizga. Nima deyapti bu? Bu hech qaysi kanalda, hech qaysi bir motokultivator obunachida yo'q narsa. Yana bitta narsani tushunasizlar. 17 ot kuchlik, 17 ot kuchlik motokultivatorimiz. Bu nima deyapti? Akalar, hamma joylarda bu motokultivator 7,5 million so'm, 7 million 200 ming so'm sotyapti oxir narxi. Aziz obunachilar uchun 7 million so'm va yana kami uchun, kamiga bitta sizlar uchun ochar plug ichida bonus qo'shib beriladi. Ko'raveringizlar. 17 ot kuchlik benzinli va Solarishni motokultivatorimiz nima deyapti? 18 ot kuchlik, 18 ot kuchlik. Bunisini nima deysizlar? 192F motorlar bilan jihozlangan. Ko'pchilik joylarda 18 ot kuchli motokultivator 8,5 million so'm o'zini e'lanib olasiz. Pulini berib, yana sizlar uchun 18 ot kuchlini balonlarni pachimlik 6 kunlik balon qildirib kelganmiz. 192 motorlari bilan 8 million berasiz va yana kami uchun bitta plug bonus sifatida qilib beriladi. Shahar ichida dastavkamizni olib borib beramiz. Mashinagacha muammosiz. 10 ot kuchlilarimiz Excalibur deysizlarmi? Hamma turlarda mavjud. 10 ot kuchlarim 7 million 500 ming so'mdan kelasizlar, xarid qilib ketaverasizlar. Unga ham bitta plug podarka qilib beramiz. Plug sizlar uchun. Bu mana shu 10 kunlik qo'yamiz aksiya. 10 kun shu narsalarni olib ketishingiz kerak. Shart. 10 kunlik aksiyamizda narxlar bilan tushuntirib o'tamiz. Va Rolf firmasi, Germanskiy standart asosiy Rolf firmasi. Buni 7,5-8 million so'm o'zimiz sotganmiz. Aziz obunachilar uchun buni 7,5 million so'mga va bitta mana shu ko'rgan chirpayordizni podarka sifatida qo'shib beramiz. Takka ichiga qo'shib beramiz. Nima deyapti? Va yana
Shu ko'rib turgan original Aren fermangizni 15 yillik 13 ot kuchlik Germaniya standart asosida ishlagan Aren fermasi dizelni 13 ot kuchlik 5 yil ishlaydi deyapmiz-ku. 5 yil garantiya degani emas. 5 yil moy salarkalarga qarasangiz javob yaxshi ishlaydi. Chunki ko'pchilik nimada o'tgan, hammasi sifatlari zo'r ishlangan. Buni narxlarini kelganimizda 8 million 500 ming so'm narxi o'zgarmagan va sizlarga bitta mana shuni qo'shib beraveraman. 8 million 500 ming so'm ichiga podarka. Bu Aren akalar любой joyga 11 milliongacha sotilgan mol. Sizlar uchun qo'shib beraveramiz, muammosiz. Va yana bitta narsani tushunasizlar. Aren 13 minglik 17 ot kuchlik benzinoviy. Bu nima deyapti? 13 ot kuchlik benzinoviy. Sifatlari zo'r ishlangan. Bu motokultivatorimizni like, podpiskani bosasiz. Va yana sizlar uchun, aziz obunachilar uchun qarangda 20 mingta bo'ldik. Sizlarga sovg'alarimiz bor, bir to'la sovg'alarimiz bor. Oxirigacha ko'ring yana. Men sizga aytaman, yana oxirigacha ko'ring buni. Videoni oxirigacha ko'ring, afsus qilmaysiz. Kommentariyani ham yozishni, like yozishni ham unutmang. Bu sizlar uchun. Buni mana shu elektropilani qo'shib beraveraman. 7,5 million so'm. 7,5 million so'm olasiz. Mana shu elektropilani qo'shib beraveraman ichiga. 7,5 million so'm elektropila podarka. 17 ot kuchlik Aren fermasi. Hoji aka endi shuni ham bosib olmasangiz bo'lmaydi. Endi 17 ot kuchlik Aren Nemetskiy standart asosida ishlagan motokultivatorimizni. Bu asli siz uchun ishlangan. Elektropillalar bilan mazza qilib ishlaysiz. Motokultivatorda kelasiz. Uni eng sifati zo'r quyma karobkali ishlangan 17 ot kuchlikdan olasiz. 5 yil mo'ylariga, benzinlariga qaraysiz. 5 yil motokultivatorsiz mazza qilib ishlatasiz. Hozir odamlar olib borib 1 yil ishlatib, zo'r ishlatdim deydi-yu. Motokultivator emas bu. Bu 1 yillik emas. Bu 5 yillik eng sifati zo'ridan. Hoji aka yaqinlashib kelaverasizlar. Bu Toshkent Arqbuloq bozorida. Endi 7 ga 9 modelimiz. Ko'raverasizlar 6 million 500 ming so'm. 6 million 500 ming so'm. Hoji aka shu motokultivatorimizga bitta mana shuni kulishni bor qo'shib bersak nima deyapsiz? Shunisini ham bosib o'radigan joyi. Endi kelaverasizlar. Originali 9 ot kuchlik starterda ishlaydi. Bemalol ko'raverasizlar. Starterda yonadi. Kalit starterda zo'r ishlangan. Buni ham sizlar uchun, aziz obunachilar uchun hamma joylarda 7 million deyotibdi. Karobkasi katta, har xil deydi. Faqat sizlar uchun. Bonusi buni ham original 46 talik naborlik mana shu kulish naborimizni beraveramiz. Ataga 6 million 500 ming so'mga. Nima deyapti? 6 million 500 ming so'mga. Ko'raverasizlar, qaysi biridan kerak bo'lsa, bizlarda muammo yo'q. Bu bazada 10 kunlik qo'yilyapti bu aksiya. 10 kungacha kelib ulgurib aksiya qilib qolishingiz kerak. Xolos. E'tiborga olasizlar. 15 ot kuchlik akalar 4 million 700 ming so'm. 15 ot kuchlik frezerlari beriladi komplektida 4 million 700 ming so'm. Dot deb gapiriladi-ku. Bu 4 million 700 ming so'mdan yondiraveramiz. 9 ot kuchli originali. Bemalol nima deyapti? Sifatlari zo'r ishlangan, karobkalari ham katta, 1000 talik deydi-ku. Akalar, bizda yolg'on gap yo'q. Karobka eng обычный zo'r karobka. Endi ko'pchilik joylarda karobkani katta kichkina deyotgan. Endi iloji yo'q, nima deysiz endi? Uni pulini tug'dirish kerak-ku sizlardan. Buni past desak, karobka baquvvat eng zo'ridan zo'ri deydi-ku. Bu zo'ridan zo'riga sizlar loyiqsizlar. Siz aziz obunachilar uchun zo'ridan zo'riga buni narxini frezerlari, komplekt dastalari, moy poylari ichiga 5 million so'mga olib ketasiz. Moy poylar ichiga garantiyali yaxshi traktor bo'ladi. Salarkaligimiz bemalol ko'rasizlar. 16 kuchligiga ega, sifatlari zo'r ishlangan, 7 million 500 ming so'mdan bu ham. Buni obunachi, aziz obunachilar uchun, buni ham akalar sizlar uchun xohlasangiz moylarni, xohlasangiz kulishlarini original kulishlarimizni mana
Sizlar aziz obunachilar uchun qilib beramiz. Sifatlari zo'r ishlangan 46 ta naborlik kuluvchi bilan birga beramiz. Yana bitta narsasi, eng zo'r ishlangan 9 talik 178 motokultivatorlarimizni ham bonuslarimizga kulishlari bilan qilib beramiz. Narxlarini sindirishda davom etamiz. Narxlari 7 million 500 ming so'mga 7 million so'm kulishlari va ko'rib turganlaringiz ichki moylar bilan qilib beramiz. Mana shu 9 talikda Bestatorimizni moylari bilan birga ham kulishlari bilan birga qilib beramiz. 7 million so'mning ichiga hadarkaga qilib beramiz. Kelib olib ketaverasizlar. Va undan tashqari yana bitta 9 taligimiz bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Yana bitta 9 taligimiz. Bu ham sifatlari zo'r ishlangan. 5 million 800 ming so'm moylari bilan va kulishlari bilan qilib beramiz. Buni bemalol ko'raverasizlar. Endi 173 modelimizni mana bemalol ko'rishingiz mumkin. 173 modelimizni 3 xil modeli bor. 3 xil 4 xildan yetib kelgan. Bemalol ko'raverasizlar. Tak 4 milliondan boshlanadi. Xalqim 4 milliondan boshlanadi. 6 milliongacha chiqib keladi. Sifatlari zo'r ishlangan. 4 millionligini olib keling. Akalar, ko'pchilik joylarda bunisini men sizga bitta narsani ochiq sirda aytamiz. Biz bazamiz optim narxlarda. Videoni oxirigacha ko'ring yana. Chunki 20 ta sovg'amiz bor. 20 ta sovg'ani sizlar uchun aziz obunachilar uchun tarqatib 20 ta sovg'a tekinga motokultivator olmasangiz ham faqat kanalga a'zo bo'lib, kommentariyani yozib qo'ysangiz bo'ldi. Bitta kanalga a'zo bo'lasiz va kommentariyaga yozib, shunday kommentariyadan ichini tanlaymiz, sizga oxirigacha tushuntirib o'tiramiz. 4 millionligi bemalol ko'rishingiz mumkin. Akalar, sifatlari yaxshi ishlangan, avtomat korobkada qo'yilgan. Akalar, ko'pchilik joylarda bu motokultivatorimizni 4,5 million 4,300 ming so'm yetgan ekan. 4,300 demaymiz, 4,5 million so'm mana bloklarga ham Everest deb o'yib yozilgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 4 million so'mdan berasizlar, bo'ldi. Bizga ko'p pul kerak emas, 4 million so'm yetadi. Buni moy dastavka bo'lsa, u yoqqa endi u yoqni gaplashamiz. Aziz obunachilar uchun bu like, podpiskani bosgan kuchini siz buni his qilasizlar. 4 million so'm. Va yana bitta narsasi bor. Bundan keyingi modelimiz 4 million 200 ming so'm, sifatlari zo'r ishlangan mexanik korobka. Sifatlari yaxshi ishlangan, sifatlari zo'r. Korobka 173 bo'ladi. Buni narxini sizlarga aziz obunachilar uchun buni ataga 4 million 200 ming so'm. Ko'p narsa emas. Endi sifatlari undan ham udar. Chunki aytadiki, birdan bir mol qimmatrog'i bo'ladi. Misol, buni arzon motor bo'lsa, buniki motor sal qimmatroq, buniki undan ham qimmatroq. Endi bir-biridan qimmatroq, lekin bu ham ko'p arzon mol emas. Misol, sizlar ishlatyapsizlar, sifatlari zo'r ishlangan. Misol, buni nima uchun biz nima qilamiz? Bu tejamkorlik, balonni kichikaytirib kelingan. Shuning uchun sizlar uchun aziz obunachilar uchun qanchalik buni balonlar to'rgon balonlik, balonlar kattaroq. Endi kelaverasizlar, buni 4 million 500 ming so'mdan chiqyapti. Sifatlari zo'r ishlangan, kelib ham xarid qilishingiz mumkin. Nima bonusiga bularni olganga sen deyishingiz mumkin. Akalar, 10 kunlikka aka 46 talik kulush naborimiz nima deyapti? Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. 46 talik kulush naborimizdan 10 kunlikka faqat shoshilasizlar. 10 kunlikka, hozir men 10 kunlik deganim sababi 10 kunlikka nima-nimalar ichiga kirishini aytaman. 10 kunlikka burtalay. Mana shu mahsulotlarimizga qo'yilgan bonusdan tashqari va bepul yana bonusimiz bor. Shuni oxirigacha ko'ring videoni. Endi sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bemalol ko'raverasizlar. Benzinli motokultivatorlarimiz, benzinli motokultivatorlar bo'yicha misol bilasizlar, biz yidinni hisoblamaymiz. Chunki bizlarda katta fali, kolleksiya hamma turidan bor. Gusuniksalar deysizlar, mana gusuniksalar 4 xil nazoratga yetilgan. Amazzatorlik variantlaridan deysizlar, oddiy variantlar hamma turidan bor. Buni sizlarga aziz obunachilar uchun like, podpiskani bosasiz, kommentariyani portlatasiz. Buni sizlarga 5 xil nasatkasi ichida beraman. Hamma narsasi va bo'yna ko'rib turgan 46 talik kulush naboringizni ham beraman. Buni narxini akalar 9 million so'm. Xudo xolasa inshaalloh olib chiqib jo'natib yuborish. Ichida amazzatorlik eng zamonaviysi. Skors nima deyapti? Qaranglar, skorsni. Avvalgi gusuisalar skorsi vash qattiq tushardi. Buniki yumshoqqina. Вообще skors. Korobka katta korobka bu, tem bo'ldi. Sifatlari zo'r ishlangan. Endi
xohlasangiz 5 xil nasatkalik biz amortizatorlik variantidan ham yetib kelgan. Bemalol ko'raverasizlar. Biz amortizatorlik variantimiz ham yetib kelgan. 5 xil nasatkalik ko'raverasizlar. Buni narxlarini akalar 8 million so'm qo'yib beraman. Bez amortizatorligini. Buni ham ichiga kulish nabor sizlar uchun aziz obunachilar uchun. Benzini esa like, подпискani bosasiz, plug, original plugi bilan tak 6 million 500 ming so'm. Mana narxi ketdi, kelib xarid qilishingiz mumkin buni ham. Mana sizlarga gusunishtalarimizni endi sizlarga arzonni qo'yamiz. Gusunishtalarimizni bunisini qildik. Bilasizlar 9 million so'm dedik. Amortizatorlik eng sifati zo'rini va undan keyin oddiy modelini ko'raverasizlar. Like, подпискani bosasizlar, buni narxlarini cho'lnaqda qilib beramiz. Kelib bemalol ketaverasizlar. Endi aytdik-ku bu narxlarni. Mana bunisini sizlar uchun 6,5 million, bunisini aziz obunachilar uchun 5 qator frezeri nimasi nasatkalar bilan chiqsa, ichida komplekt bo'lsa 8 million so'm o'zini olaman deganlar yana kelishtirib beramiz. Kelaverasizlar. Optim narxlarda. Hoji aka, aziz siz uchun maxsus tayyorlangan, sifati zo'r ishlangan 7 ochli motokultivatorimiz yetib kelgan. Titanni olayotgan vaqt ikkilanuvdingiz. Men sizga aytaman, Titanni olayotgan vaqt ikkilanuvdingiz. Bunga ikkilanmaydigan narsada qilib kelganmiz. Sifatlari zo'r ishlangan, narxlari ham zo'r. To'g'risini aytaman, mashina datchigi yo'q. Mashina datchigi yo'q, lekin yaxshi ishlangan bo'ladi. Ko'pchilik joylarda mashina ham mashina datchik bor deb oddiy simptom qo'yib qo'yilgan variantlardan bo'lar ekan. Uning narxlarini ko'pchilik joylar 3 million 400, 3 million 500 ming sotyapti. Bizga unaqa narsa qo'yish yo'q. Aziz obunachilar bo'lsin, obunachilarimiz bo'lsin. 2 million 800 ming so'm bo'ldi. Olib ketasizlar 10 kun ichida 40 ta 50 ta bo'lsa, sirazi tarsa sotaveramiz. Savdogar akalarimizga aytamiz. Telefon qilib boshqa xotirib o'tirmanglar. Bu aziz obunachilar uchun. Bemalol telefon qilib Titan brendimizni bemalol ko'rishingiz mumkin. Yangi brend mas yetib keldi. Ko'raverasizlar. Sifatlari zo'r ishlangan, pachimili balonlar 4 guvon. Katta. Sifatlari zo'r ishlangan. Tak, benzin moylari shekilli solingan buni. Hammasi joyida. Benzini kammi deyman? Kelar kimga kerak bo'lsa, bemalol ko'rasizlar, yarimta tortmaga zavod oladi. Original Titan firmasi. Katta kichik bemalol o'zi xizmat qilishi mumkin. Sifatlari zo'r ishlangan, original motobi bor. Buni bilasizlar, narxlarini biz 4 ga 8, balonlarini kichikroq qilib olib kelgan modelimiz bor edi. Buni balonlari pachimlilik qildirib, luks qilganmiz. 4 balon, pachimlilik balon qo'yilgan va yana bitta narsa plyusiga jihatdan frezerlar 70, 50, 90 agatarga bemalol harakatlanadi. Kelasizlar. Tas. Nima deyapti? Akalar, samый главный bitta narsasiga aytaman. Akalar, bitta narsasi aytaman, korobka jihatdan juda sifatli ishlangan. Korobkasi juda sifatli. Men motokultivator sotaman. To'g'risi sifati bunday katta motokultivator, to'g'risi kamdan kam. Nima uchun? Sifati kamdan kam degani, sifatlari yaxshi ishlangan Titan firmasi 3 million 800 mingga qo'yib qo'yganmiz buni. 4,5 million 200 ming so'm bu sifatli motokultivator hisoblanadi. Oddiy texnik motokultivatorlar o'zimiz hozir 4 milliondan baho qo'yib sotyapmiz. To'g'risini aytaman, 4 million so'm sotyapmiz. Lekin texamizda ancha aqlli ishlangan. Men sizga shu narsani ayta olaman, 100% ancha aqlli ishlangan motokultivatorimiz. 3 million 800 ming so'mdan qilib beramiz bu narsani. Maydasi keladigan bo'lsak, bir 5 ta 10 ta qolgan, 3 million so'mligi ham qolgan. Balonlari kichkina, oddiy, unaqa oddiy variantlardan ham bor. 3 million so'mlik unaqa variantdan bir 5-6 ta qolgan. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Akalar, ko'rib tanishib oldingiz. Manzilimiz Toshkent Arqbuloq bozorida. Ko'rib turgan barcha ko'rib turgan mahsulotlaringiz optim narxlarda. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin.
Akalar instrument deysizlarmi, drill, balgarkalar deysizlarmi, motorlar deysizlarmi, hamma narsasi suvni motorlar ko'rib turganingizda eng kichkina 180 taligidan tortib, akalar 11-30 kattasigacha bor. Hamma turidan mavjud. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Aziz obunachilar, bemalol ko'rishingiz mumkin. 2 million 600 mingdan tortib, 2 million 600 mingdan tortib hamma turidan bor. Kelib bemalol xarid qilaverasizlar. Svachniy apparatlar, elektropillar, benzopillar kelib hammasini xarid qilishingiz mumkin. Endi aziz obunachilar uchun yuring. Endi aziz obunachilar uchun tak aksiya dedik, nima narsa qilib berasan degan. Endi bitta narsasini tushunasizlar. Akalar, har bir narsani, to'g'risi har bir narsani aytadi-ku, o'zbekchilik har bir narsani o'zini nazri bo'ladi. Bizni aziz obunachilar uchun va bizni qo'llab turgan yurtdoshlarimiz uchun bu narsani to'g'risi ehson sifatida shuni ham tarqatamiz. Buni o'yin deb tushunmaysizlar, chunki o'yin bu bo'lmaydi. Biz uchun, biz dinimizga o'yin kerak emas. Shuning uchun aziz obunachilar uchun 17 ta 46 talik kulush nabor takka berilamiz ona. 17 talik kulush nabor takka shunaqasiga podarka beriladi. Va undan tashqari aziz obunachilar uchun shurpayortlar 5 o'tishni orqasi temirdan 5 o'tishni shurpayortlar beriladi. Va undan tashqari elektropilalar, eng sifati zo'r ishlangan elektropilalar va undan tashqari benzopillar, 58 porshunga ega katta ishlangan, ko'rib turganlaringizdek 36 talik katta set qo'yilgan 58 porshun sasoglari bor. Bemalol chaqirib ishlatish uchun bular benzopillar beriladi. Bu hammasi aziz obunachilar uchun. Mana shu videomiz maksimalni podashka qilib qo'yasizlar. Men sizlarga aziz obunachilar uchun ko'p kun so'ramayman. Ataga 1,5 ming dona like, 1,5 ming dona komment yozasiz. 1,5 ming dona like, 1,5 ming dona komment. Faqat har bitta ishtirokchimiz bitta ikkita yozsa yetadi. Ko'p kerak emas. 3 ta 4 ta yozish shart emas. Yo bitta ikkita yozib qo'yingizlar yetadi. Aziz xalqim, shu ko'rib turgan 20 ta, misol 17 ta kulush nabor va benzopilalar va undan tashqari shurpayortlar va elektropilar hammasini aziz obunachilar uchun qo'yganmiz. Hamma narsasini beramiz. 10 kunlik aksiya hammasi va 10 kunlik nima sizlar uchun 10 kundan keyin buni ko'ramiz. G'olibni kommentariyada aniqlaymiz. 20 ta nima qo'yilgan mahsulotlarimizni 20 tasini ham hammasini kommentariyada aniqlaymiz. Kommentariyada kecha soat 7 ga, bugun 19 bo'lsa 29-yanvar kuni hammasini sizlarga aniqlaymiz. Kechki vaqt soat 7 bilan 8 oralig'ida promo efir qilamiz. O'sha vaqt kirasizlar promo efirga 7 bilan 8 orasiga yozib qo'yasiz. 7 bilan 8 orasiga promo efir qilib kirasiz. Faqat bitta sizlardan iltimos, kommentariyaga omad va iloji bo'lsa telefon nomeringizni ikkita raqamini yozib qo'yishingiz, biz yozib qo'yamiz. O'sha raqamni kommentariyada e'lon qilamiz. Yoki bitta narsasi bor, telefon raqamingizni polni yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi, muammosi yo'q. Telefon qilib o'zimiz sizga aloqaga chiqib, nimangizni mata benzopili bo'ladimi, kulush naborimiz bo'ladimi, o'shani jo'nataveramiz, muammosi yo'q. Berib o'zingizga любой qaysi viloyatdan bo'lsa, berib pulni berib qabul qilaverasizlar. Tushungan bo'lsalaringiz bo'ldi. Xalqim, iloji boricha juda faol bo'ling. Akalar, 10 kunda odamzod 5 ming, 10 mingta komment, 10 ming, 20 mingta like bosishi mumkin. Sizlar uchun 1,5 ming dona. 1,5 ming dona. Ming, ya'ni 500 ta. 1,5 ming dona like. Bizning yaxshi videolarimiz bir kunga 100 ta like bo'ladi. Shuni o'rganda ko'ringizlar. Misol, har bitta ko'rgan odam, 1000 ta ko'rgan odam, misol bir kunga 1000 ta odam ko'rsa, bitta like bo'lsa, bir kunga to'ldirib qo'yishi mumkin.
bu narsani. Bir kunga to'ldirib qo'yish mumkin-da. Har bir ko'rgan odam bittadan like bosingizlar, bo'ldi. Sirazi o'yini shuni sirazi qo'yaveramiz. 10 kun ichida sizlar siraziga tarqatib yuboramiz. Bu hammasi men o'zim hisoblab chiqqanman. Aziz obunachilar, mana buni 750 ming, 800 ming so'm sotaman o'zim. Elektropilamda esa 450 500 ming so'm sotaman. Shurpa yurtimda 300 ming, 350 ming sotaman. Ularning hammasi pul. Men sizlar uchun bepulga beryapman. Bu narsani bir kattalikka narsaga tushunmaysizlar. Men sizlar uchun biroz aziz obunachi 20 mingta bo'ldik. Aziz obunachilar uchun bo'ldi. Bitta like deb bosamiz va kommentariyaga a'zo bo'lib qolamiz. Nimaga a'zo bo'lib qo'yamiz? Bo'ldi, muammosi yo'q. Kelib bemalol shu yerda podarkaga shunday jo'natamiz. Hammasi 17 dona kurushlar bor va ko'rib turganlaringiz hammasi. Akalar, bitta narsasi bor-da, siz aziz obunachilar uchun bu narsani hammaga emas. Faqat o'zimiz obunachilar uchun va like-ni, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Akalar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda bizlar ham xizmatda bo'laylik. Akalar, bosamiz.